iqtisodni eng birinchi o'rinda turadigan narsasi ikkita bo'ladi. Bittasi buyurtma berish degan narsa bo'ladi. Eshitganmisizlar sizlar? Bu to'g'risida eshitdinglarmi hech? Birinchisi buyurtma berishlik degan narsa bo'ladi. Qanaqa buyurtma berishlik desa, inson shu buyurtma berishligi bilan o'sha dunyo va oxiratini o'zini tanlagan hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Ud'uni astajib lakum" deb marhamat qilgan. Ya'ni ko'p eshitgansizlar, duo qilinglar, ijobat qilaman degan narsa. Aslida u "Ud'uni astajib lakum"ning ma'nosi duo qilinglar, ijobat qilaman emas u. Shuni olyapsizlarmi? Mana masalan milliarder odam, otangiz shunaqangi puldor, nihoyatda boy bo'ladigan bo'lsa, o'g'liga qarab aytadi: "O'g'lim, nima xohlaysan?" deydi. So'raganing deydi. Nimalarni yaxshi ko'rasan? Kelajakda kim bo'lmoqchisan? Nima xohlaysan deydi. So'raganingni, xohlaganingni deydi. Desa, bola hali yosh, hali valsat minadigan yoshda emas. Dada, men katta bo'lsam, shu men manaqa mashinaga bir nimam bor, havasim bor. Manaqa bir joylarda o'qishni o'qisam, mana bu ilmlarni o'rgansam degan bir havaslarini haligi bola otasiga aytadi. Aytgandan keyin ota hisobga olib qo'yadi bu narsani. Hisobga olib qo'yib turib, sekin-sekin haligi bola katta bo'lgan sari ota haligi bilan bolasini ta'minlashni boshlaydi. To'g'ri shu narsa. Hammamiz ham qalbimizda bolamizni nima orzulari bor ekan degan bir orzularni eshitib qo'ygan joyimiz bor. Sekin-sekin bolamizga indamasdan nima qilamiz uni? Tadbirni qilamiz, bo'lagini qilamiz. Surpriz deb turib, sal 16, 17, 18 ga kelsa, mana o'g'lim deb mashinaning kaltini berib qo'yayotganlar bor. Nimaga beryapti? Qachonlardir qanaqa mashina minishni xohlaysan desa, shuni degan. Shuni Alloh taolo ham bandalariga "Ud'uni astajib lakum" ning ma'nosi: "Ey bandalarim, bu dunyoda ham, oxiratda ham nima kerak bo'lsa so'rab ol" degan. Buyurtmani berib olgin degan. Shuni oldiga endi shu buyurtma berishlikda odamlar ikki qismga bo'linar ekan. Ulug'larning suhbatini topgan, solih insonlarning huzurida ko'p bo'lgan insonlar Allohning fazliga qarab buyurtma berishar ekan. Allohning fazliga qarab. Lekin siz bilan bizga o'xshagan unaqa ulug'larning suhbatini topa olmagan insonlar o'zini holiga qarab buyurtma berar ekan. Tushuna olyapsizlarmi? O ulug'larning suhbatini, Allohning fazlini, Allohning buyukligini tasavvur qilgan zotlar hamisha Allohning fazliga qarab turib nima buyurtma berar ekan. Lekin siz bilan bizga o'xshaganlar bo'lsa, Allohning fazliga qaramasdan o'zini holiga qarab turib buyurtma berib berar ekan. Nima deydi qarang? Imom Shofiy rahmatullohi alayhi talab ilmga chiqyaptilar. Imomi Shofiy rahmatullohi alayhi talab ilmga chiqayotgan paytlarida Allohga duo qilgan ekan. Ey Allohim, yer yuzida kimga eng ko'p ilmni bersang, menga undan ham ko'prog'ini bergin deb duo qilgan ekanlar. Birinchisi. Ikkinchisi, ey Allohim, meni mergan qilgin degan ekanlar. Menga shunaqa merganlikni nasib qilgin. Chunki u vaqtlarda eng asosiy narsa janglar bo'lgan. Shunaqa. Uchinchisi, Allohim meni mag'firat qilgin degan ekanlar. Mana shu 3 ta narsani Zamzam suvini ichayotib duo qilgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Mabodo birorta Zamzam suviga qo'linglarga tushib qolsa, o'sha zahotimda olib birinchi o'rinda. Zamzam suvida 2 ta odobi bor. Bitta odobi nima desa, birinchi odobi tikka turib ichishlik degan. Ikkinchi odobi nima desa, Alloh taolodan o'sha ichishdan oldin niyat qilish degan. Yana bitta odobi bor, u uchinchisi bo'ladi. U uchinchisini Makka mukarramadagilar qiladi deb turib aytilinadi. U nima desa, biqini chiqquncha Zamzam suv ichish deyiladi. Tushundingizmi? O'zi aslida suvni g'ilqillaydigan darajada ichishlik musulmonga munosib ish emas. Lekin Zamzam suvni 3-odobi shuki, o'sha tayyor ko'p hali chiqib turgan joyidan biqini chiqadigan darajada, tomog'iga keladigan darajada nima qilsin deydi? Zamzam suvga to'yinsin deydi. Nimaga desa, Zamzam suv insonni butun ichidagi narsalarni, qalblarni, bo'lak hammasini tozalab yurar ekan shu bilan qarang. Shuning uchun Zamzam suvini 3 ta odobi bor. Birinchisi tikka turib ichish, tikka turish, ikkinchisi niyat qilish, uchinchisi Makka mukarramada imkoni bo'lganlar yoki haligi 20 litrlikda olib kelib olganlar bo'lsa, biqini chiqquncha nima qilish? To'yib ichish.
Tadollu' deydi uni arabchasiga. Dola'un deb turib mo'minlar biqinlari chiqib ketguncha nima ichishlikni 3-odob hisoblanadi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi muboraklar bor. Kim zamzam suvini ichyatib nima deb niyat qilsa, ma'u zamzama lima shuriba lah deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Zamzam suvini nima maqsadda ichilinsa, Alloh albatta uni maqsadini nima qiladi? Hosil qiladi, beradi deganlar. Shuning uchun Imom Shofiy rahmatullohi alayh qo'llariga zamzam suvni olib turib, "Ey Allohim" deb 3ta niyatni qilgan ekanlar. Birinchisi, menga dunyoda kimga eng ko'p ilm bersang, menga undan ko'pini ato qilgin deb turib ichgan ekan. Vaqtlar keldiki, dunyoda Imom Shofiydan olimzod topilmadi. Butun dunyo bo'yicha Imom Shofiydek olimzod topilmadi. Endi keyinchalik aytardi, u zot otganlarda o'q otganda 10 tasini otar ekan, 9 tasi aniq tegib, bittasi gohida tegmay qolar ekan. Shunchalik uni ham Xudo berdi. Endi u kishining mazhablari shu kunga doğru yetib kelishligi inshaalloh mag'firatini nima sababi bo'ladi. Imomi Muhammad rahmatullohi alayh vafotlaridan keyin yaqinlari bir tushlarida ko'rganlar. "Ey Imom Muhammad, Alloh sizga nima muomala qildi?" deganda, Alloh menga qarab, "Agar seni azoblashni xohlaganimda senga bunchalik ilm bermasdim" degan ekan. Abu Yusuf qayda desa, "O, yuqorida" degan ekan. Imom Azamchi desa, "Uni so'ramay qo'ying" degan ekanlar. So'ramay qo'ying uni degan ekanlar. Chunki Ibn Abbos radhiyallohu anhuning hadislari bor, gaplari bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhuning gaplari bor. Alloh taolo olim insonlarga oddiy mu'minlardan 700 barobar darajasini yuqori qilib qo'ygan deganlar. Olimlarni oddiy mu'minlardan 700 daraja yuqori. Har bir darajani o'rtasi 500 yillik masofa deganlar. Ibn Abbos radhiyallohu anhu. Bu kabi gaplar vahiy orqali bilinishi mumkin xolos. Bu narsani Ibn Abbos radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitib turib aytmasa, o'zini nima aytadigan gap emas bu narsa. Shundiga dunyoda Imom Shofiydan olim zot topilmadi o'sha vaqtlar kelib. Xuddi shuningdek, ba'zi bir insonlar buyurtma berayotgan paytlarda shunaqangi Allohga buyurtmani katta qilib berib qo'yar ekan. Ba'zi bir insonlar bo'lsa, mol dunyoni so'rayotgan paytda ham Allohga ulkan bir buyurtmalarni berib qo'yar ekan. Ulkanini berar ekan. O'zini holiga qaramasdan Robbimning fazliga qarab turib buyurtmani beraverar ekan. Alloh taoloning fazli shunaqa ekanki, og'zingizdan chiqib qolsa bo'ldi ekan. Tushunyapsizmi? Og'zingizdan chiqib qolsa nima? Bo'ldi ekan o'sha narsa. Vaqtlar kelib turib 5-10 yil o'tar, 10 yil o'tar, 15 yil o'tar, Alloh taolo albatta o'sha og'zingizdan chiqqan narsani berar ekan. Hech ham Allohning fazli shunaqa ekanki, hech ham qoldirmas ekan. Al der ekan, qarang. Lekin insonning ahmoqligi shu darajada ekanki, ulug' insonlar buyurtmani ulug' qilib berar ekan. Siz ham bizga o'xshaganlar, "Ha, bizga endi bitta mashina bo'lsa ham bo'laveradi" der. Bizga endi uchastkani bitirib olsak, bitta shunday deydi, bitta do'konni yurgizib olsak deb qo'yar ekan. Shun bilan umrining oxiriga qadar o'sha bilan qolib ketib qolaverar ekan, qarang. Lekin sahobalar shunaqa niyat qilganmi desa, sahobalar shunchalik darajada niyat qilganki, butun dunyoni musulmon bo'lishligini sabab bo'lishligini xohlayman deb niyat qilganlar. Tushunyapsizmi? Yer yuzidagi miskinni qoldirmaydigan darajada xayr saxovat qilishlikni yarasha boylikni ber deb turib niyat qilganlar. Abu Hanifa rahmatullohi alayhlar shunaqangi tijoratda niyat qilganlarki, o'zini zamonasini milliarderi bo'lgan Abu Hanifa rahmatullohi alayhlar. Milliarderi bo'lgan, tasavvur qilyapsizmi? Shunchalik darajada katta ulkan nima niyatlarini qilishgan. Bir odam deydi, bir ulug' zotning oldiga kelib turib, "Hazrat" debdi, "Shu meni bir xona uyim bor" debdi. Bir xona uyim bor. O'sha bir xona uyimni ham tomidan chakka o'tib zeriktiradi. Desa, "O'g'lim, shuni Xudodan o'zing so'ragan bo'lsang kerak deb buyurtma berib" debdi. Yo'q, uni desa, "Yo, orqaga qaytgan. Eski holingga bir qaytchi" desa, o'sha 3 xonali, 4 xonali uyda 2-3 ta oila tiqilib qolgan ekan. Domlarda ahvolni bilasizlar, sizlar. Bo'lib ham Toshkentdagilarning domi qiziq ahvolda. Hozir u sal kattalashib qoldi, hali o'rtaga bunday qilib oshxona, bu yoqqa yotoqxonaga kiradigan. Oldingi eski qurilganlarda bizni qishlog'imizdan Andijondan borishib qoladi-da Toshkentga. Oshnalarga ogohda 10 kishi, 15 kishi. Borib bo'lsa, mashinani minib masjidga ketadi Toratga. "Ha" desa, "Shu Torat xonada o'tira olmayman" deydi.
Chunki qishloqda o'tiradigan odam bir 20 metr, 30 metr nariyoqda o'tiradi. Kim nimani eshitadi, uni qizig'i yo'q bo'ladi-ku, bemalol bo'ladi. Bu yerga kelsam deydi, do'yimda shunaqa qiylanaman deydi, zo'rg'a qilib deydi, halida qilib deydi, harakat qilaman deydi. Shunchalik. U odam ham shunaqa qiyinchilik bo'lib qolgan paytda, bir xona bo'lsa ham, tomidan chakka o'tsa ham, o'zingning uying bo'lsa bo'larkan deb niyat qilgan ekan, qarang. Inson Allohdan so'rayotgan paytda ahmoqona bir so'rovi o'zini holiga qarab turib so'rar ekan. Ha bizga endi 3 xona ham yetadi, xotin der ekan. Tushunyapsizmi? Ha bizga bitta shu 4 sotiklik bo'lsa ham yetadi der ekan. Inson boylikni ham nima deydi? Bizga endi bir 100 ming dollarim bo'lsa, armonim yo'q deb yuboradigan gaplar bo'ladi-da, mana qarab turib. Bunaqa. Shu ishimni yo'lga qo'yib olsam, boshqa hech narsa kerak emas deydigan odamlar bo'ladi. Og'zidan Allohning fazlini chegaralab oladi o'ziga. Alloh taolo ham nima der ekan? Al bandan der ekan. Keyin bir xonaning tomidan chakka o'taveradi, chakka o'taveradi. U ham tuzatsa yana chakka o'taveradi. Shunaqa bo'lib qolar ekan, qarang. Inson Allohning fazli shunchalik darajada ekanki, og'zingizdan chiqib qolsa berib qo'yaverar ekan, qarang. Chiqib qolsa nima bo'ldi ekan? Qaramas ekan, u mendan so'radi. Haligi ba'zi bir juda katta boylar bo'ladi. Biror narsani aytsangiz, ol deydi. Ol deb beradi. Unga siz nima olayotganingizni, qancha olayotganingizni nimasi bo'lmaydi? Qizig'i bo'lmaydi. Xuddi shuningdek Alloh taoloning fazli shunchalik darajada kengki, Alloh uchun nima emas ekan? Insonni og'zidan chiqib qolsa bo'ldi ekan. Lekin bizni ahmoqligimiz shu darajada ekanki, biz o'zimizni holimizga qarab turib nima? Xudodan so'rar ekanmiz. Hech qachon falonchidan so'ray desa, u nechta pul bera olarkin der ekan. Uni holiga qarar ekan. Juda muhtoj bo'lib qoldi, bir 10 ming bera, o'lib qolsa bermaydi. Bormi? Bor, lekin baxil dedi. Qarangda, Alloh taoloning huzuriga qarasangiz, Alloh taolo hamma yer osmonda xazinasi Allohning qo'lida. Saxiy. So'raganda nima qiladi? Yaxshi ko'radi. So'ramagandan g'azab qiladi. Lekin biz insonlar shunchalik darajada bir aqlimiz past, zaif ekanki, Robbimizdan arzimas narsalarni so'rab olib, keyin o'sha narsa berilsa orqasidan yana bitta narsani nima qilib yuraveramiz ekan. Shuning uchun buyurtma berishlikda yaxshi, to'g'ri buyurtma bera olishlikni hozirdan boshlashimiz kerak. Allohning fazliga qarab so'raylik, bo'ptimi? Sizga 3 xona yetadigan bo'lsa, 3 xonasi yo'q, o'shuncha minglab odamlar bor. Allohim menga ham bergin, minglab odamlarga ham 3 xona bilan ta'minlaydigan bir sharoitni ham menga bergin. Shuni olyapsizlarmi? Shunaqa. Katta zavodlarni so'ranglar. Chunki bu umr nima uchun berilgan desa, jannatdan joy olish uchun berilgan bizga bu umr. Jannatdan shu darajada ulug' joy ko'pki, hattoki Sayyidul Kavnayn payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'lsalar ham, u zot ham nima deganlar? Men uchun ham maqom Mahmudni so'ranglar deganlar. Ya'ni u zot uchun ham so'raladigan nima bor ekan? Joy bor ekan jannatda. Tasavvur qilyapsizmi? U zot uchun ham so'raydigan joy bor ekan. Shuning uchun buyurtma bergan o'rinda past buyurtmani nima qilmaylik? O'zimizni tilimizni saqlaylik. Og'zimizdan chiqayotgan so'zni tasavvur qilib, bir o'ylab, nima chiqayotganini o'ylab qo'yaylik. Bir ayol katabimiz oldiga kelardilar. Qo'shnisi edi. Kelib turib ko'p anaqa qilardi. Yig'lardi, shikoyat qilardi. Shu bir cho'loq bolasi bo'lardi, Rahim cho'loq deb hamma o'tib ketdi, Xudo rahmat qilsin ham. O'sha kishini mana shu bolani men cho'loq qilganman derdi. Qo'ysangizchi, ona ham o'zini bolasini cho'loq qiladimi desa, ha yo'q. 3 tami 4 ta qiz ko'rgan ekan. O'zbekda odat bor-ku. O'zi urug'da o'g'il yo'q. Xotin ekilgan urug'ni tug'ib bersa, yana sen qiz tug'asan deb turaveradi endi. Endi ilm fan ham aniqlayapti. U bir farzandni o'g'il bo'lishi yoki qiz bo'lishi nima erkaklikka bog'liqligini. Erkakni belida o'g'il bo'lsa, nima xotin qiz tug'ar ekan-da. Endi bunday olib qarasa o'zi aslida. Tepa o'rgan, uravergan, shunda deydi, haligi ayol aytadi: "Ey Allohim, bir cho'loq bo'lsa ham menga bir o'g'il bergin" degan ekan, qarang. Og'zidan chiqqan so'zni qarang-da. Mana shu bolamni men cho'loq qilganman deydi. Shuning uchun Allohdan so'rayotgan paytda o'zimizni holiga emas, Robbimizni holiga qarab nima so'raylik, bo'pti? Ikkinchisi yuz o'girish degan narsa bor. Yuz o'girish degan nima degani desa, inson gunohda hozirgi holatida qaysi gunohdaligidan qo'rqmaslik kerak ekan. Hozirgi holatda.
eng katta rasvo bo'lsa ham, eng katta qaroqchi bo'lsa ham, eng katta fohisha bo'lsa ham u holatidan qo'rqmasin ekan. Balki o'sha holatda davom etishidan qo'rqish kerak ekan. Agar u gunohni eng kattasidan tavba qiladigan bo'lsa, Alloh taolo yaxshilikni ham bu tomondan eng balatiga cho'qqisiga chiqarib qo'yar ekan. Bu tomondan ham. Chunki Allohning bitta sifati qadrdon, qadrini bilguvchi. Allohning roziligi uchun tark qilingan narsani qanchalik katta bo'lsa, shunchalik bu tomondan nima qilib qo'yar ekan? Baland maqomga chiqarib qo'yar ekan. Fudoyl ibn Iyoz degan valiyulloh zot o'tgan. Hamma tariqat ahli o'sha kishiga borib ulanib turib o'tadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. O'sha zotni avvali, umrining avvali qaroqchi bo'lgan deganlar. Keyinchalik tavba qilib turib, Alloh u kishining valiylarini nima sardoriga aylantirib qo'ygan. Xuddi shuningdek siz ham biz ham hozir qanaqa gunohda bo'lsak, qo'rqmaylik. Lekin davom etishdan nima qilaylik, qo'rqaylik. Hozir tark qilsak, Alloh taolo haromdan yuz o'giradigan bo'lsa, Alloh haloldan bizni nima? Balandga ko'tarib qo'yadi, rizqlantirib qo'yadi. Lekin yana bitta yuz o'girishni bitta turi Alloh beradigan ne'matdan yuz o'girish bo'lar ekan. Juda ko'p odam, juda ko'pimiz Alloh ne'mat bersa, kerak emas der ekan. Kerak emas der ekan. Kerak emas deb turib, yuz o'girib turib, Alloh bergan barcha ne'matlardan mahrum bo'lib nima? Qolib ketib qolaverar ekan. Shu mana shu ikkita narsani zo'r qilib singdirib olishimiz kerak. Odamlar o'ylayaptiki, men bitta narsani harakat qilsam, shunga tirishsam, to'g'ri. To'g'ri u narsa. Lekin undan ham oldin Allohga beradigan buyurtmamizni nima qilib qo'yish kerak? Katta qilib berishimiz kerak. Shundan keyin hayotimiz davomida Alloh taolo bizga nimanidir sabab qilib, uni sabab qilib, buni sabab qilib turib nima qilib qo'yadi? Berib ham qo'yaveradi. Andijondaligimizda aytdim men. Andijonda trening o'tkazayotgan paytimizda. Bobur degan bir Hindistonga podshoh bo'lgan zot bor-da. Andijonda eski shaharlik bo'lgan, biz qo'shnimiz bo'lganda endi u. Eski shaharlik yigitlardan bo'lganda o'zi aslida. 12 yoshga taxtga o'tirib olsa, amakisi ko'ra olmasdan haydab chiqarib yuborgan. Haydab chiqarib yuborsa, qochib yurib borib Hindistonga podshoh bo'lib qolgan. Zurriyoti 350 yil, 400 yil gegemon davlatning nimasi bo'lgan? Podshosi bo'lgan. Agar banda og'zidan chiqib qolsa, bir nima. Alloh taolo amakisiga haydattirib bo'lsa ham olib borib Hindistonga nima qilib qo'yargan, podshoh qilib qo'yargan. Nimanidir sabab qilib turib, bir podshoh qilib qo'yar ekan. Shuning uchun biz birinchi o'rinda Allohga beradigan buyurtmamizni yaxshilab birinchisi chegaralamaylik bilib qo'yinglar. Alloh shuncha bersa yetadi. U narsani umuman qilmaydi. Chegaralamaydi, o'rta. Past narsani ham so'rab qo'ymaydi. Keyin sizlarga beriladigan bo'lsa, uyalib yuradigan narsa bo'lib qolmasin. Ko'p joyda aytib beraman. Ba'zi bir odamlar haligi amaldorlar 24 yo'lga deyursa, bizga ham Xudoyim 24 yo'lga dars qilgin deb so'ragan ekan. Endi u ham mashina minadigan bo'lib 25-30 ga kirimda Volga olaman desa, endi sement toshib o'tiribdi-yu, Volgada. Yog'och toshib o'tiribdi-yu. O'shuning uchun unaqa narsa so'ramaslik kerak ekan. Allohim menga hamma narsani eng nimasini, afzalini, yaxshisini ato qiling der ekan. Inson bilib qo'yinglar, hech narsaga loyiq emas o'zi. Biz hech narsaga loyiq emasmiz. Allohning fazli bilan nima bo'lamiz? Erishamiz Allohning fazli. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Jannat so'rasanglar, Firdavs jannatini so'ranglar" deganlar. Yana bir o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech biringlar amalinglar bilan jannatga kirmaysizlar dedilar. Siz ham yo Rasululloh dedi, men ham dedilar. Xudoning fazli bilan men kiraman. Endi ba'zi bir odamlarning qarab tursangiz, endi gunohga botganmiz, endi bizga jannat qayda, endi devoradi. Sen jannat seniki bo'lsa ekan, yo amaling bilan erishsang ekan, keyin u anaqa qilgan. Shuning uchun hech nima qilmaslik kerak, noumid bo'lmaslik kerak. Allohga bo'ladigan buyurtmani ulkan qilib nima? Birinchi o'rinda shu bilib qo'ying hisobda ham.